Hammaga salom. Men bugun sizlarga Omnis Nutrition kompaniyasi taqdim qilgan, o'zim iste'mol qiladigan oqsillar bilan tanishtirib chiqmoqchiman. Birinchisi bu hammamiz taniydigan va hammamizga yoqishga ulgurgan Primecraft brendining mahsuloti. Bu mahsulotda whey protein bilan, ya'ni oddiy siviritka bilan gidrolizat aralashmasi qilingan, o'zlashtirish oson bo'lishligi uchun. Bu mahsulotda 100 grammida 77 gram tasdiqlangan oqsil bo'ladi. Bu degani bir porsiyada 23 gram oqsil olasizlar. Mana shunaqa banka sizlarga taxminan 1 oyga bemalol oqsil miqdorini qoplashga yetadi. Ikkinchi mahsulot, meni o'zimni yaxshi ko'rgan mahsulotlarimdan bittasi. Bu hattoki ochilgan, men o'zim uydan olib kelganman buni. Cybermas proteini, bu beef protein, ya'ni go'shtdan tayyorlangan protein bo'ladi. Mazasi shokoladniy, ta'm bo'yicha ishonaveringlar, meni o'zimni top 1 da turadigan protein. Bu proteinimizda 100 grammida 83 gram oqsil bo'ladi. 1 grammida, to есть bir porsiyasida 25 gram oqsil, toza tasdiqlangan oqsil olasizlar. Uchinchi mahsulotimiz, bu yaqinda kirib keldi bu mahsulot. Bu oddiy protein emas, bu ozish uchun kokteyl desak bo'ladi. Chunki bu yerda oqsildan tashqari L-karnitin, ishtahani nazorat qilishga yordam beradigan ekstraktlar bo'ladi, vitamin, mineral plus L-karnitin moddasi hammasi bitta bankada bo'ladi. Ya'ni ozish uchun sizlarga ideal решение bo'ladi. O'rni kelganda qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Ko'plar internetda ko'rdinglar va menga yozdinglar. Bularda oqsil tarkibi haqida xafif savollar bo'ldi. Bu savollarni tasdiqlash uchun yaqinda davlat laboratoriyasiga hamma mahsulotlar topshirildi va kerakli sertifikatlar olindi. Bankalarimizda ko'rsatilgan oqsil miqdori 100% haqiqatga to'g'ri kelishligi tasdiqlandi. Sertifikatlar bilan Instagramda, Telegramda yoki do'konga kelib o'zingizlar olib, o'qib tanishib chiqishinglar mumkin. Shuning uchun qo'rqmasdan olib mahsulotni ishlatamiz. Meni o'zim uchun oqsil miqdori muhim bo'lgani uchun, o'zim shu brendga ishonganim uchun mana shu brendning mahsulotlarini hozirgi kunda iste'mol qilib kelyapman.